Assalomu alaykum azizlar. Bugun juda muhim mavzu. Yangi yil sovg'a sifatida YouTube'dan kelgan kumush tugmani qutidan ochamiz. Lekin bu shunchaki chiroyli sovrinni ko'rsatish emas. Bu ma'lumot YouTube'da kanal yuritayotgan. Endi boshlamoqchi bo'lgan yoki farzandi, do'sti, yaqinlari YouTube orqali kontent qilayotgan har bir odamga tegishli. Chunki kumush tugma faqat bezak emas, bu mehnat, tizim, mas'uliyat va to'g'ri yo'l bilan o'sish natijasi. Agar siz ham qanday qilib 1000 obunachiga chiqiladi. YouTube kumush tugmani hammaga beradimi? Qutini qanday olishadi? Pul to'lash kerakmi? Agar kanal qoidalarini buzgan bo'lsa nima bo'ladi? Degan savollar bilan yurgan bo'lsangiz, bugungi video siz uchun juda kerak bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men faqat qutini ochib qo'ymayman. Balki bu darajaga yetish uchun nimalarni bilish kerakligini ham aniq qilib tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday videolar oddiy motivatsiya emas, amaliy tajriba. Men o'zim ko'rgan, boshdan kechirgan va YouTube tizimida real ishlaydigan jihatlarni siz bilan bo'lishaman. Avvallari ko'pchilik YouTube'ni oddiy video joylaydigan sayt deb o'ylardi. Telefonni olib video tushirsa, YouTube'ga yuklasa, odamlar ko'radi, obuna bo'ladi, keyin bir kuni katta yutuq keladi deb tasavvur qilardi. Lekin amalda bunday emas. YouTube bugun juda katta ekotizm. Unda algoritm bor, qoidalar bor, mualliflik huquqi bor, monetizatsiya talablari bor, tomoshabin ishonchi bor va eng muhimi doimiylik bor. Oldin 1000 obunachiga chiqish nisbatan boshqacharoq edi. Rag'obat kamroq, kontent soni kamroq, tomoshabinning e'tibori bo'linmagan edi. Biror yaxshi g'oya chiqsa, odamlar tez tarqatardi. Hozir esa bir mavzuda yuzlab kanallar bor. Masalan, texnika sharhlari, avtomobil, oshxona retseptlari, ta'lim, biznes, vlog, bolalar kontenti, yangiliklar, motivatsiya, diniy ma'rifiy kontent. Hammasida raqobat kuchli. Shuning uchun bugun ko'p video tashlash bilan bo'lmaydi. Bu strategiya sifat, halollik va sabr talab qiladi. Yana bir katta o'zgarish shuki, YouTube Creator Awards, ya'ni kumush, oltin va boshqa tugmalarni avtomatik ravishda har bir videoga chiqqan kanalga beravermaydi. Kanal tekshiriladi. Obunachilar haqiqiymi? Kanal YouTube qoidalariga mosmi? Kontent originalmi? Mualliflik huquqi buzilmaganmi? Soxta faollik yo'qmi? Shular qaraladi. Demak, 1000 obunachi bu faqat birinchi eshik. Eshikdan kirish uchun esa kanalning ichki holati ham toza bo'lishi kerak. Endi kumush tugma haqida aniq gaplashamiz. YouTube kumush tugmasi odatda 100 obunachiga yetgan kanallarga beriladigan rasmiy mukofot. Bu mukofotning nomi Creator Award, ya'ni YouTube ijodkorning mehnatini tan oladi. Qutining ichida odatda YouTube logotipi tushirilgan kumush rangdagi plaket, kanal nomi yozilgan maxsus taxta va YouTube tomonidan tabrik xati bo'ladi. Bu narsa faqat devorga osib qo'yadigan temir emas. Bu sizning auditoriyangiz borligini, sizga odamlar ishonishini, siz muntazam mehnat qilganingizni bildiradi. Mana bugun men qo'limdagi qutini ochayotganimda aslida minglab soatlik ishni ochyapman. Bitta video ko'pchilikka 10 daqiqa ko'rinadi. Lekin uning ortida g'oya topish, reja tuzish, ssenariy yozish, suratga olish, montaj qilish, sarlavha o'ylash, rasm tayyorlash, izohlarga javob berish, statistikani tahlil qilish bor. Masalan, 10 daqiqalik foydali video tayyorlash uchun ba'zan 4 soat ketadi, ba'zan 2 kun ketadi, ba'zan esa bir haftalik izlanish kerak bo'ladi. Tomoshabin ekranda tayyor natijani ko'radi. Lekin ijodkor esa uning ichidagi butun jarayonni yashaydi. Kimlar bu mavzudan xavotir olishi kerak? Birinchidan, YouTube'da kanal ochgan, lekin obunachi yig'ishda qiynalayotganlar. Chunki ko'p odamlar 100 mingga chiqishni faqat omad deb o'ylaydi. Aslida omad bor, lekin omad tayyor odamga keladi. Agar kanal tartibsiz bo'lsa, mavzu aniq bo'lmasa, har kuni boshqa yo'nalishga sakrasa, tomoshabin nima uchun obuna bo'lishini tushunmaydi. Misol keltiraman. Birinchi kanal haftasiga 3 ta video chiqaradi. Mavzusi aniq, masalan, telefon va kompyuter bo'yicha oddiy tushuntirishlar. Har bir videoda muammo bor. Telefon tez qizisa nima qilish kerak? Internet sekin ishlasa 5 sabab. Kompyuterga Windows o'rnatishda xatolar. Har bir video 8-12 daqiqa. Sarlavha aniq, rasm tushunarli. Bunday kanal 6 oyda 20 obunachi. Bir yilda bekim dedi 20 obunachiga chiqishi mumkin. Agar mavzu talabkor bo'lsa va sifat tushmasa. Ikkinchi kanal esa bugun hazil video, ertaga ovqat, keyingi kuni siyosiy fikr, undan keyin bolalar o'yini, keyin esa boshqa birovning TikTok videosini olib qo'yadi. Bunday kanalda 200 ta video bo'lishi mumkin, lekin obunachi 3000 dan oshmaydi.
Sababi tomoshabin kanalga kirganda bu yerda men uchun nima bor degan savolga javob topolmaydi. YouTube algoritmi ham kanalni kimga tavsiya qilishni bilmaydi. Ikkinchidan, mualliflik huquqiga beparvo qaraydiganlar xavotir olishi kerak. Internetdagi narsa hammaga tegishli degan noto'g'ri fikr hali ham bor. Yo'q, unday emas. Boshqa odamning videosi, musiqasi, rasmi, ko'rsatuv parchalari, sport translyatsiyasi, film sahnalari ruxsatsiz ishlatilsa, kanalga strik kelishi mumkin. Kanal 1000 obunachiga yetgan bo'lsa ham, qoidabuzarliklar ko'p bo'lsa, kumush tugma berilmasligi yoki kechikishi mumkin. Eng yomoni, monetizatsiya yopilishi, kanal cheklanishi yoki butunlay o'chirilishi ham mumkin. Uchinchidan, soxta obunachi sotib olganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Ayrimlar 1000 obunachi $20 ga, 1000 obunachi chiqarib beramiz degan takliflarga uchadi. Lekin YouTube buni sezadi. Soxta obunachi video ko'rmaydi, like bosmaydi, izoh yozmaydi, kanalga foyda bermaydi. Aksincha, statistikani buzadi. Masalan, kanal 1000 obunachiga ega, lekin video 300 ta ko'rish olayapti. Bu juda yomon signal. YouTube uchun auditoriya faol emas, demak kontent qiziq emas degan ma'no chiqadi. Natijada tavsiyalar pasayadi. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? O'z kontentini o'zi yaratadigan, qoidalarga amal qiladigan, auditoriyasini aldashga urinmaydigan, sekin bo'lsa ham halol o'sayotganlar. Agar sizda hozir 500 obunachi bo'lsa ham, lekin videolaringiz odamga foyda bersa, yo'nalishingiz aniq bo'lsa, tomoshabin bilan aloqangiz yaxshi bo'lsa, siz to'g'ri yo'ldasiz. 100 ming birdan kelmasligi mumkin, lekin poydevor mustahkam bo'lsa, o'sish baribir bo'ladi. Endi qutini tasavvur qilamiz. Odatda bunday mukofot maxsus himoyalangan qadoqda keladi. Chunki ichida shikastlanmasligi kerak bo'lgan plaket bor. Qutini ochayotganda birinchi his qilinadigan narsa bu hayajon. Chunki men bu joyga kelguncha qancha video chiqqani, qancha tunlar montaj qilingani, qancha marta bo'ladimi o'zi degan savol bo'lgani yodimga tushadi. Bu mukofot faqat meniki emas. Bu kanalni ko'rgan, fikr yozgan, ulashgan, tanqid qilgan, qo'llab-quvvatlagan har bir tomoshabinniki. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik tomonlarga o'tamiz. Birinchi nozik masala 1000 obunachi bo'ldi degani ertasi kuni quti keladi degani emas. Avval kanal YouTube tomonidan tekshiruvdan o'tadi. Ba'zan Creator Awards sayfasidan mukofotni olish uchun maxsus kod chiqadi yoki YouTube Studio orqali bildirishnoma keladi. Ba'zi holatlarda bu bir necha kun, ba'zan bir necha hafta davom etadi. Agar kanal qoidalarini buzmagan bo'lsa, odatda jarayon sirli kechadi. Lekin muammoli kanallarda tekshiruv cho'zilishi mumkin. Ikkinchi nozik masala, kanal nomi. Mukofotga yoziladigan nomni to'g'ri kiritish juda muhim. Chunki bu plaketda ko'rinadi. Agar kanal nomida xato bo'lsa, keraksiz belgilar, noto'g'ri yozuv yoki vaqtincha qo'yilgan nom bo'lsa, keyin afsus bo'lishi mumkin. Masalan, kimdir kanal nomini vaqtincha test channel bilgin o'ch deb qo'ygan. Keyin bilginga chiqib qolgan. Mukofot olishda nomni e'tibor bilan tekshirmasa, shu nom bilan kelishi mumkin. Shuning uchun mukofot buyurtma qilishdan oldin kanal brendingizni aniq qilib oling. Uchinchi masala yetkazib berish manzili. Bu juda oddiy ko'rinadi, lekin amalda ko'p muammo shu yerda chiqadi. Manzilni inglizcha transliteratsiyada pochta indeksini to'g'ri, telefon raqamini ishlaydigan qilib yozish kerak. Agar uy raqami, ko'cha, tuman, shahar noto'g'ri yozilsa, quti bojxonada yoki kuryerda turib qolishi mumkin. Ayrim mamlakatlarda bojxona hujjat so'rashi mumkin. Sizdan pasport ma'lumoti, telefon, identifikatsiya raqami yoki mukofot tijorat mahsuloti emasligini tasdiqlovchi ma'lumot so'ralishi mumkin. 4-masala pul to'lash. YouTube Creator Award'ning o'zi sotiladigan oddiy mahsulot emas. Rasmiy mukofot uchun YouTube sizdan mukofotni sotib oling deb pul so'ramaydi. Lekin ayrim holatlarda yetkazib berish, bojxona, mahalliy kuryer xizmatlari bilan bog'liq to'lovlar chiqishi mumkin. Bu mamlakatga, logistika tizimiga va bojxona tartibiga bog'liq. Eng muhimi, firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Agar kimdir sizga kumush tugma chiqarib beramiz, pul tashlang, YouTube agentiman, kod olib beraman desa, ishonmang. Har doim rasmiy YouTube Studio, rasmiy elektron pochta va rasmiy Creator Awards sayfasi orqali ish qiling. 5-nozik masala, kanalning turi. Hamma kontent ham mukofotga mos bo'lavermaydi. Masalan, faqat boshqa odamlarning videolarini qayta yuklaydigan, televizion ko'rsatuvlarni ko'chirib joylaydigan, sun'iy ovoz bilan yuzlab bir xil videolar chiqaradigan, spam sarlavhalardan foydalanadigan kanallar 100 mingga yetgan taqdirda ham muammoga duch kelishi mumkin.
YouTube uchun original ijod juda muhim. Siz o'zingizning fikringizni, tajribangizni, tahlilingizni, tasviringizni, ovozingizni, yondashuvingizni qo'shishingiz kerak. 6-masala bolalar kontenti. Bolalar uchun kontent qilayotganlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki YouTube'da bolalar xavfsizligi bo'yicha qoidalar juda qat'iy. Videoda xavfli harakatlar, aldov, zo'ravonlik va maqbul so'zlar, bolalarni manipulyatsiya qilish bo'lsa, kanal tez muammoga kiradi. Agar kanal farzandlar ishtirokida yuritilsa, ota-ona roziligi xavfsiz suratga olish sharoiti. Shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilmaslik juda muhim. Mukofot olishdan ham avval bolalarning huquqi va xavfsizligi birinchi o'rinda turadi. 7-masa statistika va sabr. Ko'pchilik birinchi 10 ta video chiqargandan keyin natija bo'lmasa tashlab qo'yadi. Lekin YouTube'da o'z ko'pincha kechikib keladi. Masalan, bir video bugun 500 ko'rish oladi. Lekin 3 oydan keyin algoritmga tushib 100 ming ko'rishga chiqishi mumkin. Yoki bir mavzu odamlar qidiradigan mavzu bo'lsa, u video yillar davomida tomoshabin olib keladi. Shuning uchun men har doim aytaman. YouTube'da eng katta kapital bu eski. Foydali va qidiruvga mos videolar kutubxonasi. Endi siz nima qilishingiz kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Agar sizda kanal bo'lsa yoki yangi boshlamoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam yo'nalishni tanlang. Hamma narsadan qo'yaveraman demang. O'zingiz biladigan, uzoq vaqt gapira oladigan, odamlar qidiradigan mavzuni tanlang. Masalan, siz ustasiz, avtomobil ta'miri haqida tushuntiring. Siz o'qituvchisiz, matematika yoki ingliz tilini oddiy qilib o'rgating. Siz oshpazsiz, retseptlarni grammlari bilan, xatolari bilan, narxlari bilan ko'rsating. Siz texnikani tushunasiz, telefon, kompyuter, internet muammolarini yeching. Ikkinchi qadam, auditoriyani aniqlang. Siz kimga gapiryapsiz? Yosh bolalargami, talabalargami, uy beklargami, tadbirkorlargami, yangi boshlovchilargami? Masalan, kompyuter degan mavzu juda keng. Lekin kompyuterni endi o'rganayotganlar uchun sodda darslar aniqroq. Yoki oshxona keng, lekin uy sharoiti arzon, aniq grammli taomlar aniqroq. Auditoriya aniq bo'lsa, sarlavha ham, video mazmuni ham, ko'rinish ham aniq bo'ladi. 3-qadam, content reja tuzing. Kamida 3000 ta video mavzusini oldindan yozing. Masalan, haftasiga 2 ta video chiqarsangiz, bu 11 haftalik reja degani. Rejada mavzu, sarlavha, asosiy savollar, kerakli materiallar bo'lsin. Shunda bugun nima qo'yaman deb qiynalmaysiz. YouTube doimiylikni yaxshi ko'radi. Tomoshabin ham sizdan qachon video chiqishini bilsa, kanalga qaytadi. 4-qadam, sifatni nazorat qiling. Qimmat kamera shart emas. Lekin ovoz aniq bo'lishi shart. Odam yomon tasvirga biroz chidashi mumkin, lekin yomon ovozga chidamaydi. Telefon bilan suratga olayotgan bo'lsangiz ham yorug'lik yaxshi bo'lsin, fon tartibli bo'lsin. Gaplaringiz oldindan rejalangan bo'lsin. Videoni boshlaganda 30 soniya ichida tomoshabinga nima olishini tushuntiring. Uzoq aylantirmang. Har bir daqiqada foyda bo'lsin. 5-qadam, sarlavha va rasmga jiddiy qarang. Video yaxshi bo'lsa ham, sarlavha tushunarsiz bo'lsa, odam bosmaydi. Sarlavha muammoni ko'rsatsin. Masalan, telefon qizyapti. 7 ta sabab va yechim. Oddiy telefon haqida videodan ancha kuchli. Rasmda katta o'qiladigan yozuv, aniq hissiyot yoki predmet bo'lsin. Lekin aldov qilmang. Sarlavhada bir narsa, videoda boshqa narsa bo'lsa, tomoshabin ishonchini yo'qotasiz. 6-qadam, mualliflik huquqini toza tuting. Musiqa kerak bo'lsa, YouTube audio kutubxonasidan yoki litsenziyali manbalardan foydalaning. Boshqa odamning videosini ishlatsangiz, ruxsat oling yoki fair use, ya'ni adolatli foydalanish qoidalarini tushunib ishlang. Lekin men 5 soniya oldim. Bo'laveradi deb o'ylamang. Ba'zan 3 soniya ham muammo bo'lishi mumkin. Ayniqsa kino, sport, musiqa, telekanal materiallari juda xavfli. 7-qadam, YouTube studioni o'rganing. Analitik bo'limiga kiring. Qaysi video qancha ko'rilyapti? Tomoshabin necha daqiqada chiqib ketyapti? Qaysi sarlavha yaxshi ishlayapti? Qaysi mavzu obunachi olib kelyapti? Hammasini kuzating. Masalan, agar 10 daqiqalik videoda odamlar 10 daqiqada chiqib ketayotgan bo'lsa, demak kirish qismi cho'zilgan yoki video va'da qilgan narsani bermayapti. Agar 5 daqiqadan keyin ko'pchilik qolayotgan bo'lsa, demak asosiy qism kuchli. Keyingi videolarda shu uslubni kuchaytirish kerak. 8-qadam, 1000 ga yaqinlashganda kanalni tartibga keltiring. Kanal nomi, avatar, banner, about bo'limi, aloqa pochtasi, playlistlar hammasi chiroyli bo'lsin. Eski videolarda qoidabuzarlik, mualliflik muammosi, noto'g'ri sarlavha bo'lsa, tekshirib chiqing. YouTube'dan Creator Award bo'yicha xabar kelsa,
faqat rasmiy havola orqali o'ting. Redemption code, ya'ni mukofotni olish kodi bo'lsa, uni hech kimga bermang. Bu sizning kanalingizga tegishli maxsus imkoniyat. 9-qadam. Hujjat va manzil tayyor bo'lsin. Mukofotni buyurtma qilishda to'liq ism, familiya, telefon, elektron pochta, aniq manzil, pochta indeksi kerak bo'lishi mumkin. Agar bojxona qo'shimcha ma'lumot so'rasa, pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjat, yetkazib berish xati, mukofot tijorat savdosi uchun emasligini tushuntiruvchi ma'lumot kerak bo'lishi mumkin. Har bir mamlakat tartibi har xil. Shuning uchun mahalliy kuryer yoki pochta xizmatidan xabarlarni kuzatib boring. 10-qadam. Mukofotni olgandan keyin uni to'g'ri qadrlang. Qutini ochish videosi yaxshi kontent bo'ladi. Lekin uni faqat maqtanishga aylantirmang. Tomoshabinga yo'lni tushuntiring. Xatolarni ayting, motivatsiya bering. Chunki sizning kumush tugmangiz boshqa birov uchun boshlashga sabab bo'lishi mumkin. Kimdir shu videoni ko'rib, men ham foydali kanal ochaman, men ham o'z bilimimni ulashaman, men ham halol mehnat bilan o'saman deb qaror qiladi. Bugungi qutini ochish men uchun yangi yil sovg'asidek bo'ldi. Lekin bu sovg'a tasodifiy kelmadi. Bu sovg'a tomoshabinlar ishonchi, doimiy mehnat, xatolardan xulosa chiqarish va YouTube qoidalariga hurmat natijasida keldi. Men har bir obunachiga alohida rahmat aytaman. Chunki 100 ming degani shunchaki raqam emas. Bu 1 mingta alohida odam, 1 mingta e'tibor, 1 mingta ishonch degani. Bugun biz kumush tugmani qutidan ochdik, lekin undan ham muhimrog'i bu mukofot ortidagi tizimni tushundik. 1 ming obunachi uchun yo'nalish aniq bo'lishi, kontent original bo'lishi, mualliflik huquqi buzilmasligi, statistika tahlil qilinishi, tomoshabin bilan halol aloqa bo'lishi kerak. YouTube'da katta natija olish mumkin, lekin u tartib sabr va mas'uliyat talab qiladi. Sizningcha kumush tugma ijodkor uchun qanchalik katta motivatsiya? Siz ham YouTube kanal ochishni o'ylayapsizmi yoki allaqachon yurityapsizmi? Izohlarda yozing, men albatta o'qiyman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni YouTube'da o'sishni xohlayotgan do'stlaringizga yuboring. Keyingi videolarda men 100 ming obunachiga olib kelgan aniq strategiyalar, xatolar va ishlagan usullar haqida yanada batafsil gapirib beraman. Rahmat, azizlar, hammamizga yangi yilda yangi yutuqlar nasib qilsin.